Ahsob gazeti. O'tgan bir yildan ko'proq vaqtdan beri elib berilgan harbiy harakatlarda qo'llanilgan moddiy va ma'naviy chora-tadbirlar orqali orolning vaziyati xeli obdan tinchilib qoldi. Aminlik va xotirjamlik asosiy jihatdan ustunlikni egallagan edi. Afsus, o'z tarixining batlarini aldamchilik, suiqasdchilik, xiyonat, buzg'unchilik, ig'vogarchilik, makkor, kazzoblik qora dog'lari bilan bo'yayotgan yahudiylar ozg'unlik uyqusidan yanada uyg'onmadi. Ularga yaxshilik yarashmadi. Ular aldamchilik va suiqasd planlash sababini tortgan azob-uqubatlardan ochiq savoq va ibrat olmadi. Natijada ular Xaybarga ko'chib borgandan keyin musulmonlar bilan buddist mushriklar o'rtasida bo'layotgan jiddiy to'qinishlarning natijasiga to'rt ko'zi bilan qarab turdi-da, davr iqimi musulmonlarning manfaatiga qarab yuzilinib, ularning siyosiy nupuz doirasi kun sayin kengayishga va hokimiyat asosi borgan sir puxtalanishga boshlaydi. Ular hasad xumdonlarga dumlanib, zahar qo'qaslarga ko'milgandek bo'lib ketishdi. Ular musulmonlarga qarta yangi boshdan boshqacha bir xil suiqasd planlashga kirishdi. Hamda musulmonlarni talto'kis yo'qotadigan cho'ng bir zarbiga tayyorlik ko'rishga tutishib ketdi. Yahudiylar endi musulmonlar bilan bevosita qarshilashishga mador yetmaydigan bo'lg'achqa, ular ashu razil maqsadi uchun ajoyib qo'rqinchli, ajoyib qabih mundaq bir planni tuzib chiqdi. Xaybarlik yahudiylarning katavashlari va Bani Nazir yuqori qatlam amaldorlaridan bo'lib 20 dak odam tashkillanib Makkaga bordi. Ular Makka mushriklarini Rasulullohga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi va ular bilan mushu haqda siyosiy do'stlik va hamkorlik o'rnatib, o'zlari bevosita jangga qatnashadiganligini va'da qildi. Quraysh taraf darhol ma'qul bo'ldi. O'tgan yili Badrda uchrashish va'dasiga xiloflik qilgan Quraysh doiralari bu qitimqi zarbida ko'proq rol o'ynash orqali shu chaqda daxliga uchirgan or-nomusini oqlamoqchi bo'ldi. O'mak a'zolari Quraysh doiralarini indakka keltirib bo'lgandan keyin Udul G'atfon qabilasiga chiqdi. Ularni mushu nishonga undigan edi. G'atfon taraf xo'shallik bilan qabul qildi. Ondan bu o'mak mushu atrofdagi arab qabilalaridan taraf-tarafga chepib, yuqori tuvan qatarab yurib, musulmonlarga qarshi jamoat fikri to'pladi va o'xshash qarashdagilar tang do'st tortishib, tulki bo'ra eg'iz burun yalashdi. Qisqasi, mana shunday qilib Yahudi siyosiyonlari va qo'mondon amaldorlari kufr kuchlarini Rasulullohga qarshi birlashtirib tashkillashda muvaffaqiyat qozondi. Uzoq o'tmay har qaysi taraf va'dasiga asosan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Quraysh va Kanana qabilalari hamda ularning ittifoqdoshlari 4000 kishi bilan janubdan shimolga qarab otlandi. Ular Marri Zahronga kelganda Bani Sulaym qabilasi qo'shildi. Sharqdan G'atfon qabilalaridan Bani Faroza, Bani Murra, Bani Ashja'a jamoatlari g'arbga qarab mangdi. Shuningdek Bani Asad va boshqalarmi qo'zg'aldi. Mushunda qilib har qaysi qabila va aymoqlarning qo'shinlari to'p-to'p bo'lib belgilangan muddat bo'yicha Madinaga qarab yo'l oldi. Hamdiki ish Madinada qolgan edi. Bir qancha kundan keyin Madina atrofida Madina aholisining umumiy sonidan 3 eshib ketadigan 12 mingdan ko'proq nihoyat zo'r qurolli qo'shin qora cho'mili kabi mig'ildab paydo bo'ladi. Navoda bu birlashma qo'shin Madina tavasiga tuyuqsiz yetib keladigan bo'lsa, musulmonlarning bu yerdagi mavjudiyatiga mo'lchardikidan ko'p xavf-xatar keltiradi va ularning hammasi cho'ng-kichik, qari-yosh qirg'in qilinib, yurt makon va bog' varallari talto'kis xonavayron bo'lib ketish xavfimi nihoyat yaqin edi. Biroq Madina rahbarlik qatlamimi sagak ham yiroqni ko'rar rahbarlik bo'lg'achqa, o'zining yumron uyi barmoqlari bilan dushmanning to'mirini sagaklik bilan tutib, kasalga to'g'ri diagnoz qo'yib, vaziyatni oldin mo'lcharlab, atrofni diqqat bilan kuzatib turayotdi. Shunga bu jaholiyat shakillari o'z makonlaridan tex qo'zg'almasda Madina qo'mondonlik shtabi o'z axborotchilari orqali bu mislsiz xavf-xatar to'g'riliq jiddiy ma'lumot topshirib olgan edi. Rasululloh axborotni topshirib olgandan keyin darhol yuqori darajaliklar kengaytirilgan harbiy kengash yig'ini chaqirdi. Yig'inda qanday qilganda Madinani dushmanning hujumidan qo'g'dab qolg'ili bo'ladi degan haqda yig'in qatnashchilari bilan keng kushada fikr almashtirdi. Oxirida yig'in qatnashchilari bilan rahbarlik qatlami o'rtasida jiddiy muzokara va qizg'in g'ulg'ula qilish orqali katta sahoba Salman Farsi radhiyallohu anhu o'tirib qo'ygan taklif loyihasi ma'qullandi. U mundoq degan edi: "Ey Rasululloh, biz Eronda mubodo dushmanning muasirda qolg'idek bo'lsak, oraga xandak yo'l olatdik. Mushu yerdami mushundaq qilsak." Salman Farsi o'tirib qo'ygan bu plan arablar buningdan ilgari ko'rib boqmagan nihoyat obdan tadbir loyiha bo'lgan edi. Shunga Rasululloh mushu taktikani qo'llanishni qabul topdi-da, darhol tutish qilib,
Har 10 odamga 40 gaz, taxminan 30 metrdek xandak okop qo'lashni o'rinlashtirdi. Musulmonlar qo'l-qo'lcha nihoyat qizg'in kayfiyat bilan xandak qo'lashga kirishib ketdi. Rasulullohmu ularga ilhom va ma'naviy madad berib, ularning xandak qo'lash harakatiga boshdan oxiri o'zi bevosita qatnashdi. Sahihul Buxoriyda Sa'd ibn Sa'd radhiyallohu anhu: "Biz Rasululloh bilan xandakda kecha-kunduz birga bo'latdik. Musulmonlar jiddiy qo'laydiq, xandak to'pisini yudib to'shaydiq. Rasulullohmu: Ey Alloh, oxirat hayoti haqiqiy hayot. Muhojir va ansorlarga iltifot qilgin", dedi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh bir kuni tong saharda xandak ish o'rniga chiqqan edi. Bu chaqda muhojirlar va ansorlar hammaylan birlikda saharning qahrton so'g'oqlariga qaramay jiddiy okop qo'g'layotdik. Ularga yordamlashidan qul chakiri va ishchi madadkori yo'q edi. Rasululloh ularning ochliq dard alimi ustiga amgak azobi tortayotganligini ko'rib: "Ey Alloh, haqiqiy hayot oxirat hayoti. Muhojir va ansorlarga iltifot qilgin", degan edi. Sahihul Buxoriyda Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: "Men Rasulullohning xandakdan to'pi to'shib, hatto uning muborak atlari to'pchanglar bilan qoplanib ketganligini ko'rgan edim. Vaholanki Rasulullohning ko'krak qismida quyuq tuklar bor edi. Men uning to'pi to'shib etib, Abdullah ibn Ravahaning she'rlarini mo'ngluq ohangda o'qiyotganligini angladim. Rasululloh she'rining oxirgi misrasini nihoyat mo'ngluq ohangda eng yuqori pallaga ko'taradi. Musulmonlar mushundoq jabdaslik va jo'shqin ruh bilan ishlaydi. Vaholanki ular mushu holatida qattiq ochliq azobini tortgan edi. Anas radhiyallohu anhu: "Xandak qo'lg'uvchilarga biror changal arpa keltirilib, buzilgan yog' bilan tamoq qilinib qo'yiladi-da, ularning qo'rsiqi to'limi och bo'lganlikdan tetimay yutibdi. Halbuki eliq taomning badbo'yi hidi kishini bezor qiladi", degan. Abu Talha: "Biz Rasulullohga ochliq dardini shikoyat qilib, qo'rsiqimizga tengib olgan birdan toshni ichib ko'rsatgan edik. U qo'rsiqini ichib, ikki toshni qo'shlab tengib olganligini ko'rsatdi", degan. Mushu munosabat bilan xandak qo'lash jarayonida Rasulullohning barhaq rost payg'ambarligini isbotlaydigan bir qancha mo'jiza va alomatlar ko'rildi. Jabir ibn Abdullah bir kuni Rasulullohning chiroyida ochliq alomatlarini ko'rib, darhol uyga berib bir paxlanni so'ydi va ayoliga buyurib, taxminan 2 kilogram arpani yog'inchoq bilan azdi. Ondan Rasulullohning qishig'i kelib, sahobalardan bir qanchalarni elib, uning uyiga berib kelishni ostog'ini aytgan edi. Rasululloh xandak qo'layotganlarning hammasiga e'lon qilib, cho'ng-kichik hammaylarni elib bordi. Ular shu tamoqdan tanavul qilishib, qo'rsaqlari to'yib ketishdi. Lekin go'sht qozini asli piti-petiqlab qaynayotdi. Qochidagi arpa xemirimi 1000 kishiga non yasilib bo'lgandan keyin yanala aslidagidan ko'p edi. Nu'man ibn Bashirning hamshirasi, otasi va qarindoshining g'izolanishi uchun quruq xurmo elib kelgan edi. U xurmoning yenidan o'tganda Rasululloh uningdan xurmoni so'radi va uni mato raq ustiga tashlab chashdi. Ondan xandak ahlini chaqirdi. Ular kelib xurmodan yeyishga boshladi. Xurmo dasturxonda ko'payib, ovib turardi. Hatto xandak qo'layotganlarning hammasi to'yib qaytdi. Halbuki yilqi xurmolar dasturxonga patmay atrofga chechilib turardi. İmam Buxoriy to'plagan hadisda Jabir radhiyallohu anhudan yuqorqi ikki mo'jizadan ro'shan ham aniqroq bo'lgan mundaq bir mo'jiza rivoyat qilinib, mundaq deyilgan: "O'z xandak qo'layotganda, xandak o'ttirsida bir yerdan cho'ng bir qum qirisi ularning oldini to'sdi. Qum qirisi bir xil qetishmining ismi, cho'qa deb atiladi. Shuning bilan ular Rasulullohning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, cho'ng bir quram toshdek qum qirisi chiqib qoldi", degan edi. Rasululloh ularga "Men tushay" deb qo'liga bir tal jo'to elib tushdi. Bu vaqtda Rasululloh qo'rsiqiga qo'shlab toshlarni tengib olgan edi. Chunki u 3 kundan beri bir ig'izmi uvoq salmagan edi. U toshni qo'lidagi jo'to bilan bir urgan edi. Elqi tosh go'yo ko'k qumdak at tuproqqa aylanib ketdi. Yana Bara radhiyallohu anhu mundaq degan: "Biz xandak qo'layotgan kunlarda xandakning bir yerida bo'lqi bozganlarmi kor qilmaydigan cho'ng bir quram tosh oldimizni to'sdi. Shunga biz uni Rasulullohga ma'lum qildik. Rasululloh kelib qo'liga bozganni oldida bismillah deb qattiq bir urgan edi, azroq quchib tushdi. Rasululloh Allohu akbar. Menga Sham zaminlarining ochqishlari berildi. Alloh bilan qasamki, men shu topda Shamning qizil saroylarini ko'rib turibman.
dedi. Rasululloh bozg'onni ko'tarib yana birini urgan edi, yana ozroq ushdi. Rasululloh yana Allohu akbar. Menga Iron zaminlarining ochqishlari berildi. Men shu topda Iron xon ordusining oq saroylarini ko'rgandek bo'lyapman, dedi. Ondan yana bismillah deb 3-qitim bozg'onni solgan edi, toshning qolgan qismi parchalanib tushdi. Rasululloh bu chaqda Allohu akbar. Menga Yaman zaminlarining ochqishlari berildi. Allah bilan qasamki, men hozir mushu xandak ichidan turib, San'a shahar darvoza qo'riqlarini ko'rib turyapman, dedi. Ibn Ishoq Salman Farsi radhiyallohu anhudan mushu hadisning o'qishini rivoyat qildi. Madinaning shimoliy qismidan boshqa hamma yoqsini eski chatqonlik, tog' edirlik, bo'stonlik va xurmizorliklar o'rab turgan bo'lg'achqa, Rasululloh go'yo yetishgan harbiy olimdek bundoq zo'r qo'shinning Madinaga biroq hujum qilib bostirib kiralishi faqat shimol tarafdan mumkin deganni faraz qildi-da, shunga u Xandak o'rnini Madinaning shimoliy qismiga qo'lashni bekitdi. Musulmonlar Xandak qizish ishini nihoyat jiddiy olib bordi. Ular butun bir kun to'p qizib, to'shib, kech kirganda ondan uylariga qaytishdi. Shundoq qilib, ashu mislsiz zo'r qo'shin Madina tavbasiga qadam bosqicha Xandak qurilishimi asldagi talab bo'yicha bitib chiqdi. Dal shu kunlarda Quraysh doiralari 4000 mushrik qo'shinni boshlab kelib, Zioba bilan Jarif orliqidagi Sal ko'lchigi bo'yidagi Roma degan yerga tushdi. G'atfon va ularga tava qabilalardan 6000 mushrik Najd tarafdan Saldak eqib kelib, Uhud tog'i tavasidagi Niqma quyruqi degan yerga o'rinlashdi. Mu'min musulmonlar bu ko'p qabila ittifoqdosh qo'shinning Madina atrofida qurtdak mig'ildab paydo bo'lganligini ko'rib, mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda bu Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deydi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytirdi. Sura Ahzob 22-oyat. Ammo munofiqlar va iymoni ojizlar dushmanning qarsini ko'ribla yuraklari eg'ib aloqazada bo'lib ketishdi. Ayni chaqda munofiqlar va dillarda munofiq kisli borlar Alloh va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilibdi-kan deyishadi. Sura Ahzob 12-oyat. Rasululloh musulmonlardan 3000 kishi bilan chiqib, Sal'i tog'i bag'riga tushib mudofiyada turdi. Xandak Rasululloh bilan dushman o'ttirsini ayirib turadi. Ularning jang marshi dushman hamon mag'lub bo'ldi edi. Payg'ambar alayhisalom o'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Maktumni qoldirib, ayollar va bolalarni shahar qal'asiga yig'ib etishga buyurgan edi. Mushriklar oldi-keyni yig'ilib, musulmonlarga umumiy yuzlik hujum qo'zg'ab, Madinaga bostirib kirmoqchi bo'lib devaylab kelishibdi. Tüp-tüz ham tik ketgan Xandak okobi go'yo kelganni sho'rab ketadigan surlik ajdahodek og'zini cho'ng ichib turgan holat ko'rindi. Shuning bilan ular musulmonlarni muhosiraga elib yotmoqdan boshqa amal topolmadi. Chunki ular o'z makonlaridan yo'lga chiqqanda bu xil jang taktikasiga qarta tayyorliksiz chiqqan edi. Bundaq jang taktikasini arablar buningdan burun ko'rib boqmag'achqa, uning chora-tadbirlarini jang hisobiga kirgizib qo'ymagan edi. Ular Xandak to'nilidan bosib o'tmoqchi bo'lib, ojiz halqalarni paylab yurib, Xandak bo'yida ot choptirishga boshladi. Musulmonlar ularning harakat nishonini diqqat bilan kuzatib, qaysi tarafga ot choptirsa, shu tarafga yetib berib, mushriklarning Xandakdan bosib o'tmasligi yoki Xandakka to'p to'shqizib yo'l yasab olmaslik uchun qora yomg'irdak o'q yog'dirib, ularni Xandak leviga yaqin keltirmadi. Oxiri Quraysh chavandozlaridan bir bo'liklar muosira natijasini jimjitlik bilan kutib turishni xohlamagan chig'i, ulardan bir turkum talvalar ot choptirishga boshladi. Ularning ichida Amri ibn Abdiyud, Ikrama ibn Abu Jahl va Ziror ibn Xattob qatorliq botir palvonlar bor edi. Ular Xandakdan sal tarroq yozilgan bir yerga otlarni choptirib kelib, uchirtib o'tkazib, Sal'i tig'i bilan Xandak orliqidagi tuzlanlikda ot choptirib javlon qilib kuch ko'rsatishga boshladi. Bu chaqda ularga qarshi Ali ibn Abu Talib musulmonlardan bir necha nafar azmatni boshlab chiqib, ularni har tarafdan qo'rshab, oxiri o'zlari ot chakirtib o'tgan tor nuqtaga qistab opardi. Bu yerda mushriklar tarafdan Amri ibn Abdud musulmonlarga yakma-yak elishish talabini qo'ygan edi. Uningga qarshi Ali ibn Abu Talib maydonga tushib, Amirning o'g'zini etishtiradigan bir gapni qildi-da, shuning bilan u etidan sakrab tushib, qilichini qinidan sug'argancha etining put-qo'llarini chepib, bo'ynini uzib o'tdi. Chunki Amri Quraysh ichida eng hurmatlanadigan chavandoz edi.
Ondan Aliga peshvo otdi va qilishlashdi. Oxiri Ali raqibini g'aflat qoldirib, uni qilish bilan urib yiqitdi. Boshqalar chekingan peti qechib, Xandakka o'zini etishdi. Ularning qo'rqinchisi shu darajaga yetdiki, bosh sarkarda Ikrama ibn Abu Jahl Amr ibn Abduvudning kallasining oldiga dumlab kelganligini ko'rib, nayzisini elib olishga ulgurolmay qochib, o'zini Xandakka otdi. Mushriklar muasirni raso kuchaytgan o'sha kunlarda Xandakdan bosib o'tish yoki to'p to'shqizib yo'l barpo qilishga ko'p qatim urinib ko'rdi. Lekin musulmonlar bo'sh kelmay, qahramonlarcha kurash qilib, ularga qor yomg'irdak o'q yog'dirib va qarshilik ko'rsatib, oxir ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushundoq jiddiy va keskin jang bilan bo'lib ketganlikdan Rasulullohning va boshqa musulmonlarning bir qancha vaqt namozi qazo bo'lib ketdi. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Xandak kuni Umar ibn Xattob Rasulullohning yoniga kelib, Quraysh kofirlarini tillab ketdi va: "Ey Rasululloh, men shular bilan bo'lib ketib, tiqchi namoz o'qiy olmadim. Vaholanki kun kirib ketgili tasliq qopti" degan edi. Rasululloh: "Alloh bilan qasamki, menmo tiqchi o'qiy olmadim" dedi. Shuning bilan biz Rasululloh bilan birlikda tuvanga tushib tahorat oldik. Rasulullohmu tahorat oldi. Ondan asr namozini o'qidi. Uningga ulabla namoz shamni o'qidi. Bu chaqda Alloh burun kun petib bo'lgan edi. Rasululloh bu namozlarning qazo bo'lib ketganligiga nihoyat bearam bo'ldi. Hatto o'zini namoz o'qish fursatidan mahrum qilgan mushriklarga duoibat qildi. Sahihul Buxoriyda Ali ibn Abu Talibdan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh Xandak urushi kuni Allah mushriklarning uy imoratlari va go'r qabrlarini o'tqa to'shqizib etsin. Ular bizni toki kun patqonga qadar Salatul Wusta, ya'ni asr namozidan mashg'ul qildi, dedi. İmam Ahmad va Imom Shafiyning Musnad degan kitobida mushriklar shu kuni Rasulullohning peshin, asr, sham va xuftan namozlaridan to'sib qo'ygan. Shunga u bu namozlarni bir yo'lda o'qigan deyilgan. İmam Navaviy bu rivoyatlarning mazmunini birlashtirishning yo'li shuki, muhosira bir qancha kun davom qilgan. Ba'zi kunlari asr namozida qazo bo'lib ketgan, ba'zi kunlari butun bir kunlik namoz qazo bo'lib ketgan degan. Mushuningdan ma'lum bo'ldiki, mushriklarning Xandakdan bosib o'tishga urinishi va musulmonlarning uzluksiz qarshilik ko'rsatib, ularga qaytarma zarba berishi bir qancha kun davomlashgan. Lekin Xandak to'nili o'ttirda fasil bo'lib, ikki tarafni bir-biridan ayirib turg'achqa, orada bevosita urushish va qonliq to'qinish yuz bermagan. Balki ikki taraf bir-birini yiroqdan o'q tutish, kuch ko'rsatish, ayvi qilish bilan cheklangan. Durust, bu qitimga etishda har ikki tarafdan barmoq bilan sanog'li bo'ladigan bir qancha kishi chiqim bo'ldi. Musulmonlar tarafdan 6 kishi shahid bo'ldi. Mushriklar tarafdan 10 kishi yer tishladi. Ularning ichida bir yoki ikki kishilar qilish bilan bir taraf qilindi. Ashundaq tirkish davomida Sa'ad ibn Mu'az radhiyallohu anhu ga o'q tegib, uning ko'k qon tomiri uzitildi. Uni Qurayshlardan Hibban ibn Araqa ismli birisi otgan edi. Bu chaqda Sa'ad ibn Mu'az duo qilib: "Ey Alloh, sen bilasanki, men uchun sening payg'ambaringni yolg'onga chiqarib, ona yurtidan qo'g'lab chiqargan xalq bilan jihad qilishdimi yaxshi ish bo'lmasa kerak. Ey Alloh, men o'ylaymanki, ehtimol sen biz bilan mushriklar o'rtasidagi urushni mush qitimki urush bilanla oxirlashtirdan bo'lg'ay. Navoda oldimizda Quraysh kofirlar bilan ozdili urush bo'ladigan bo'lsa, meni oyat qo'ygin. Sening yo'lingda jihadni davomlashtiray. Ammo ular bilan bo'ladigan urushni to'xtatgan bo'lsang, bu jarohatni aqtirib etgan va mushuning bilan meni dargohingga ilib ketgan" degan. U duosining oxirida yana: "Ey Alloh, Bani Qurayza yahudiylarning oqibatini o'z ko'zim bilan ko'rmagicha meni jinimdan judo qilmasang" degan. Musulmonlar jang maydonining oldingi sepida mana mushundaq ig'ir ham jiddiy qiyinchiliklarga bardoshlik berib, hayot mamotlik elishayotgan halqiliq paytlarda suiqasdchi makkor Yahudi yilon chayollari o'zlarining u kamolarida taqatsiz tipirlab, zahar nashtarlarini o'z diniga urishning ko'yida to'xtamay harakat qilyotdi. Bani Nazir Yahudiylarning bosh jinoyatchi katibishi Huyay ibn Axtab kechalab Bani Qurayza mahallasiga keldi. U ko'cha do'qmishlardan nihoyat baxaslik bilan o'tib, oxiri Ka'b ibn Asad Qurayzining darvozasining oldiga kelib to'xtadi va uning eshigini qoqdi. Ka'b tun nisbida kelgan bu mehmonning sargardan Huyay ibn Axtab ekanligini bilgandan keyin uningga darvozasini ochmadi. Huyay ibn Axtab
uningga davomliq gap qilib, oxiri ishkini ochurdi va: "Ey Ka'b, men sana yer jahonning izzat obro'yini elib keldim va sallak eqib kelayotgan zo'r qo'shin bilan keldim. Men Qurayshlarning atarman chaparmanlarining hammasini elib kelib, Roma degan joydagi ko'l bo'yiga tushirdim va G'atfan qabilasini barliq atarman chaparmanlar bilan qo'zg'ab kelib, Uhud tog' bag'riga Zanbi niqmoga tushirdim. Ularning hammasi menga toki Muhammad va uning odamlarini tüp yiltizidan qurtib yo'qotmoqcha bu yerdan ketmaslikka ahd berdi", dedi. Ka'b uning so'zini anglagandan keyin: "Ey Ibn Axtab, azbiroyi Xudo, sen menga yer jahonning izzatini emas, xorliqini va guldiri bor yomg'ir yo'q qor bulutni elib kelibsan. Ey o'yay, mening bilan koring bo'lmasin. Muhammad menga sadoqat va vafo ko'rsatdi", dedi. Lekin Makkar Huyay Ibn Axtab Ka'bning og'zidan kirib, burnidan chiqib yurib, oxiri uningga Allohning nomidan ahd paymon qildiki, navoda Quraysh va G'atfan qo'shinlari natijasiz qaytib ketib, Muhammadni bir taraf qilib yetalmasa, men qo'rg'onga sen bilan birga kirib, boshqa kelganni ta'yin ko'raman, dedi. Shuning bilan Ka'b ibn Asad Rasululloh bilan tuzgan ahdi va kelishimlarni yirtib tashlab, musulmonlar bilan bo'lgan munosabatni uzib, qarshilashmoqchi va mushriklar bilan birga urush sepiga qatilmoqchi bo'ldi. Bani Qurayza yahudiylari urush oldidagi tayyorlik xizmatlarini amaliy ishladi. Ibn Ishoq mundoq deydi: Safiya binti Abdul Muttalib Hassan ibn Sabit qal'asining ustida turib. Hassan ibn Sabit mu mushu yerda ayollar va bolalar bilan birga edi. Safiya mundoq degan: Shu asnoda biz turayotgan qal'a atrofiga bir yahudi paydo bo'ldi. Untinsiz tipirlab uyoq-buyoqlarga chepishga boshladi. U chaqlarda Bani Qurayza yahudiylari bizga urush e'lon qilgan bo'lib, Rasululloh bilan bo'lgan munosabatni uzgan edi. Biz bilan ular o'rtasida hech qanday mudofaa to'siqi mavjud emas edi. Rasululloh va barliq musulmonlar dushman oldingi sepiga otilib ketgan bo'lib, navoda birasi bizga tegish qilib qolsa, ularni tashlab qaytib kira olmaydi. Shunga men Hassan ibn Sabitga: "Ey Hassan, qara, bu yahudi qal'a atrofini cho'gilab qoldi. Qasam qilamanki, agar bu yahudi bizning mudofiasiz ekanligimizni bilib qolsa, o'z odamlariga xabar qilmaydi degil bo'lmaydi. Halbuki Rasululloh va sahobilar oldingi safda bo'lib qoldi. Shunga sen darhol tushib uni o'ltirib o'tgin", dedi. Hassan: "Alloh bilan qasamki, sen bilasan, bunda qilish mening mas'uliyatim emas", deb javob berdi. Shuning bilan men belimni bog'lab, qo'limga chumoqni oldimda, qal'adan tuvanga tushib, uni poylab turdim. Bir chaqda fursat kelibdi, uni orqa-orqadan chumoqlab, oxiri o'ltirib o'tdim. Ondan qal'aga chiqib: "Ey Hassan, Hilqi yahudiyni men tushib bir taraf qilib yetib chiqdim. Sen tushib uning narsa keraklarini elib chiqqin. U er kishi bo'lg'achqa mening yaqin berishim absiz ekan", desam, Hassan: "Mening u yahudiyning narsa keraklariga hojitim yo'q", deb unmadi. Haqiqatanmi Rasulullohning hamma ochisi Safiyaning bu ajoyib jasoratining musulmonlarning xotin qizlarini va narsida go'dak bolalarini dushmanning qasdini muhofazat qilib saqlashda g'oyat zo'r ijobiy rol bo'lgan. Ikkinchischa, yahudiylar bu qal'a va qo'rg'onlar islom qo'shinining kuchlik mudofaasi ham jangovar holati bilan qo'g'dilibdi deb o'ylagan. Shunga ular bunday harakatlar bilan qayta shug'ullanishga jur'at qila olmagan. Lekin o'zlarining musulmonlardan yuz o'rib mushriklarga qo'shilganligini amaliy ifodalash uchun mushriklarning tajovuzchi qo'shiniga iqtisodiy ta'minot yordamlari bilan madad berishga boshlagan. Keyingi kunlarda musulmonlar ularning mushriklarga yordam qilgan i'ona tugunlardan 20 tuguni qo'lga tushirgan. Yahudiylarning ahdini buzganligi to'g'risidagi xabar Rasulullohga anglangan hamon Rasululloh bu xabarning rost yolg'onligini aniqlab bakmoqchi bo'ldi. Chunki Bani Qurayza yahudiylarning maydoni aniq bir taraf ayrilgandilar, ondan ularga muvofiq tadbir qo'llanishga to'g'ri keladi. Shunga Rasululloh bu xabarni aniqlash uchun Sa'd ibn Ma'az, Sa'd ibn Uboda, Abdullah ibn Ravah va Havvab ibn Jubayrlarni avatdi va sizlar berib bu xabislar to'g'riliq deyilgan gap so'z va xabarlar rostmi yoki yolg'onmi aniqlab ko'ringlar. Agar ish shundoq bo'lsa, menga gapni sal agitibroq javob beringlar. Men shuningdan bilib olay. Kishilarning ruhiy holatiga sovuq suv sepkuchi bo'lmanglar. Navoda ular va'dasiga turgan bo'lsa, uni el orasida o'llik chakarlanglar, dedi. Elchilar Bani Qurayza mahallasiga yaqinlab berdi. Ularning allaqachon musulmonlardan yuz o'rganligi bayqaldi. Ular elchilarni ochiqdan ochiq tillab haqoratladi. Hatto Rasulullohga mu oshkora til uztib: "Rasululloh degan kim u? Biz Rasululloh
Ansari deganlarini to'lmaymiz. Biz bilan Muhammadning orasida hech qanday ahdi paymon yo'q, deb ig'ziga kelganini jo'yladi. Shuning bilan elchilar keyniga o'rilib qaytib kelishdi va Rasululloh bilan ko'rishib, Uzzal va Qora deb gap agitishdi. Ya'ni u yahudiylar Uzzal va Qora aymoqlarining Raji ahliga vafosizlik qilgandek vafosizlik qildi demoqchi. Bu ish shundoq sir tutilgan bo'lsa-mu, kishilar haqiqiy ahvolni sezib qolishdi. Natijada musulmonlarning ko'z oldida ajoyib qo'rqinchliq, ajoyib vahimalik yana bir cho'ng xavf xatar ko'langisi paydo bo'ldi. Shuning bilan intayin qiyin, jiddiy paytga duch kelib qoldi. Ularning oldida son-sanoqsiz dushman qo'shini cho'mili kabi mig'ildab turayotgan, ammo musulmonlarning ularni tashlab qaytib kirish imkoniyati bundaq ahvol ostida, agar Bani Qurayza yahudiylari orqa tarafdan zarba berib qolsa, ularning hujumini to'siydigan hech qanday mudofaa to'siqi yo'q edi. Uning ustiga ayollar va bolalar ashi vafosiz aldamchi makkarlarga yaqin joyda hech qanday mudofaasiz va muhofazatchisiz holatda qolib qolgan edi. Qisqasi ular ayni vaqtda yuqori taraflardanmi, tuvan taraflardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurakinglar ig'zinglar qaplashib qolgan. Alloh haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ular yer silkigandek qattiq tavlashga uchragan edi. Sura Ahzab 10 va 11 oyatlar. Bu chaqda ba'zi munofiqlarning kesili oshkorlashga boshladi. Hatto ularning ba'zisi Muhammad bizga Kisra va Qaysarning xazinalarini yeydiganligimiz to'g'risida va'da berdi. Endi bugun birimiz qo'rqmay hojatga borolmaydigan bo'ldik, deb jo'ylasa, yana ba'zilari ommani vahimaga selib, uylarimiz dushmanga o'chib qoldi. Shunga bizning uyimizga chiqib, ko'zdan kechirib kirishimizga ruxsat qilsang, chunki uylarimiz Madinaning xeli sirtida, deb qaytishni iltimos qildi. Hatto Banu Salama aymiqi jang maydonidan chekinish taraddudini qilib yurdi. Ular haqida Alloh taolo mundaq oyat nozil qildi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarida munofiq kesili borlar Alloh va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilib tikan deyishadi. Ayni vaqtda ulardan yana bir guruh odam, "Ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar" deyishadi. Ulardan yana bir guruh odam, "Bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda" deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Ularning uylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qechishni o'ylaydi. Sura Ahzab 12-13 oyatlar. Ammo Rasululloh Bani Qurayza yahudiylarning ahdini buzib, Ahzab qo'shinining qo'shilib olganligi to'g'risida xabarni olgan amon beshini yo'gab birdam yeni yotdi. Hatto kishilar orasida har xil fitna ig'vo va g'ulg'ullar ko'paydi. Ondan bir chaqda uningda bir oz umid tug'ildi chig'i, o'rnidan dast turib, "Allohu akbar! Ey musulmonlar jamoasi, sizlarga Allohning g'alaba va nusrat ato qildiganligi bilan xush xabar berildi." Ondan u hozirgi o'tkinchi vaziyatga qandoq taqobil turish ustida plan tadbir tuzishga kirishdi. Va mush planning bir qismi sifatida Madinaga bir muhofizatchi qism avatib, u yerdagi ayollar va bolalarning dushmanning ushtumtut zarbasiga uchrab qolishining oldini oldi. Lekin Rasululloh uchun aytganda, cho'qim keskin bir tadbir qo'llanib, Ahzab qo'shinini ichki jihatdan parchalab tashlashning chora amalini izlash to'liq zarur edi. Shunga Rasululloh mush planni ishga oshirish uchun G'atfon qabilasining boshlig'i Uyayna ibn Hisni va Haris ibn Avflar bilan maxfiy aloqa qilishib, ularga o'z qo'shinlarini qaytarib ketish badliga Madinaning meva-cheva mahsulotlaridan 1/3 topshirishga kelishim tuzishni o'yladi. Shunda qilganda musulmonlar Quraysh mushriklari bilan qolatdi-da, bularni bir taraf qilish tezki to'xtamaydi. Chunki musulmonlar ularning kuch-quvvat madorini ko'p qitim sinab ko'rgan va bevosita elishib boqqan. Shunga u o'zining bu o'yini Sa'd ibn Mu'oz bilan Sa'd ibn Ubadaga maslahat tariqasida solgan edi. Ular: "Ey Rasululloh, agar bu Allohning seni buyurgan ishi bo'lsa, so'zingni anglaymiz. Shartsiz itoat qilamiz. Ammo u o'z fikring bo'lsa, biz uning ketilmaymiz. Chunki biz bu taykarlarga cho'qinib yurgan mushrik chaqlarimizda bu qavm va xalqlar bizning yel yemishlarini ziyofat so'rinlarida yoki pul sanab setib olganda ondan yeyalaydi. Bo'lmasa uxlab tushigimi kirmaydi. Hala bugungi kunda endi Alloh bizni islom bilan hurmatlab hidoyat qilib, sen orqali bizga o'z-o'zimizni qadrlashni bildirganda, ularga bu mollarimizni tortiqlandik. Yo'q, Alloh bilan qasamki, biz ularga faqat qilishli birimiz", deyishdi.
Shuning bilan Rasulullohmi bu ikkilarning fikrini to'g'ri tepib, shundoq, bu mening o'z fikrim edi. Butun arablar bir yangdan qo'l chiqarib sizlarga hujum qo'zg'ag'achqa, shundoqroq bir amal qilaymikin deb o'ylagan edim, dedi. Va bu o'yidimmi voz kechdi. Shuningdan ozg'ini keyin Allohu azza va jalla o'z dargohidan shundoq abjil, shundoq dono bir tadbirni o'rlashtirib avatdiki, uning bilan dushmanlar to'pi mat qilindi. Birlik parchalandi, urush qizg'inligi sovib, jangovarligi yo'qoldi. Allohning bu vaqtdagi o'rlashtirishi bundoq edi. G'atfon qabilasidan Nuaym ibn Mas'ud ibn Amir Ashji ismli bir kishi Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, men bugundan e'tiboran musulmon bo'ldim. Mening musulmon bo'lganligimni xalqim texi uqmaydi. Shunga meni o'zing xolab bir ishga buyurgin", dedi. Rasululloh uning so'zini anglab, "Undaq bo'lsa sen bir muhim odam. Shunga sen bir iloj qilib, dushmanni chekindirishning amalini qilgin. Chunki jang degan hiyla nayrang demakdir", dedi. Shuning bilan u Rasulullohning yenidan chiqqancha Udul Bani Qurayza Yahudilarning qishig'i bordi. Va ularning ichidagi muhim kishilar bilan ko'rishib, "Mening sizlar bilan bo'lgan do'stligimni, bo'libmi mening sizlar bilan bo'lgan munosabatimning quyuqligini bilsizlar, shundoqmi?" dedi. Ular, "Rost deysan, zodi shundoq", deyishdi. "Undaq bo'lsa", deb gapini davomlashtirdi Nuaym. "Undaq bir ish o'ylab baqdinglarmi, bilmayman. Mushriklarning ahvoli sizlarninkiga qat'iy o'xshamaydi. Yurt makon sizlarning, mol-mulk, bola-chaqa va xotin-qizlaringlar mushu yerda. Bu yerdan boshqa joyga ko'chib ketolmaysizlar. Quraysh bilan G'atfon Muhammad va uning odamlarini yo'qotmoq uchun kelibdi, sizlar ularga hamdamda bo'lib yordam berdinglar. Quraysh va G'atfonlarning mol-mulk, bola-chaqa, yurt makonlari yiroq-yiroq joylarda qoldi. Ular hozir fursat kutib turyotdi. Ta'lay kelsig'u keldi. Navodi kelmay qolsa, ular sizlarni Muhammadga tashlab berib, yurt makonlariga tikib yetdi-da, ondan Muhammad intiqomini sizlardan oladi", dedi. Yahudiylarning ko'zlari chakchiyib, aloq-jaloq bo'lib ketishdi. "Ey Nuaym, seningcha biz qandoq qilamiz?" deb taqozolik bilan so'rashdi. Shuning bilan Nuaym ularga, "Meningcha Qurayshlar sizlarga ra'ni qo'ymog'icha urushga qatnashmanglar", deb javob bergan edi. Ular, "Nihoyat dono yo'l ko'rsatding", deb sho'lgaylari eqib ketishdi. Nuaym Bani Qurayza Yahudilarning qishidan chiqib, Udul Quraysh doiralarining yoniga bordi. Ularga ko'yingan qiyofatda, "Mening sizlarga bo'lgan do'stligimni va samimiy sadoqatimni obdan bilsizlar, shundoqmi?" degan edi. Ular, "Albatta shundoq", deyishdi. Shuning bilan u, "Undaq ish. Bani Qurayza Yahudilari Muhammad va uning odamlari bilan bo'lgan ahdlarini buzganlarga pushaymon qilishib, sizlarning ichinglardan nopozliq kishilardan bir qanchaylarni ra'niga elib, Muhammadga tutib berib, buzilgan munosabatini asliga keltirishga kutishibdi. Shunga ular tarafdan elchi kelib, ra'ni so'rasa aldirab berib qo'ymanglar", deb qo'ydi. Ondan bu yerdan chiqib, G'atfon qabilasining katvoshları bilan ko'rishdi va ularga shuningga o'xshash bir gaplarni qildi. Ertasi oqshimi hukm tushuvdi. Qurayshlar Qurayza Yahudilarga odam avatib, "Biz bu joyda turaverolmaymiz, chunki uloqlarimiz o'lib ketishga boshladi. O'tik oyoqlarimiz yirtilishga boshladi. Shunga bugun harakatga kelsanglar, Muhammad bilan tig'motiq elishib bir taraf bo'laydi", dedi. Buningga qarta Yahudilar javob qaytarib, "Bugun kunga shanba. Sizlar bilasizlar, burun biz xalqdan shanba kunda ish chiqarganlarning beshiga nima kunlar kelmadi. Undaq bo'lmagandimi, sizlar bizga muhim kishilaringlarni ra'niga qo'ymoqcha sizlar bilan birga jangga chiqmaymiz", deb shart qo'ydi. Elchilar Yahudilarning bergan javobini va o'tirib qo'ygan shartlarni elib kelibdi. Quraysh va G'atfon doiralari, "Azbiroy Xudo, Nuaym bizga rost aytibdi ekan", deyishdi. Shuning bilan ular Yahudilarga qarta elchi avatib, "Azbiroy Xudo, biz sizlarga birmi odamni ra'niga qo'ymaymiz. Lekin sizlar to'planib kelsanglar, Muhammad bilan tig'motiq elishib bir taraf bo'lsak", dedi. Buni anglagan Qurayza taraf, "Azbiroy Xudo, Nuaym rost aytibdi ekan", deyishib qoldi. Natijada ikki taraf bir-biridan gumonlanib qoldi. Bo'linish va ixtiloflar dushman kuchlarining har qaysi saflariga keng ko'lamda yamrab ketdi. Mushriklarning irodasi bo'shab, jang qizg'inligi sovishga boshladi. Musulmonlar Allohga duo qilib, "Ey Alloh, aybimizni yopqin, qo'rqinchimizni ko'tarib o'tgin", deb iltijo qiladi va Ahzob qo'shiniga qarta Rasululloh alohida duo qilib, "Ey Alloh, kitob Qur'onni nozil qilguvchi ey Alloh, hisobni tez olguvchi Alloh, Ahzob qo'shinini mag'lub qilgin. Ey Alloh, ularni mag'lub qilgin va ularning orasiga
tavrinish salg'in deb tilaydi. Allah o'z payg'ambarining va mu'min musulmonlarning duosini haqiqatan ijobat qildi. Mushriklar sepiga tafriqa va ziddiyat uchquni tutishib, o'zaro parchalanish tizlashdi. Uning ustiga Allah ularga shamol bo'rondan iborat o'zining g'oyib qo'shinini avatib, shiddatli bo'ron chopqin ularning chidir bargohlarini o'rib tashlab, qozon quchilarini dumkamtiribdi. Tanab orqalarini uzib, ularning chidir bargohlarini qurib turishiga imkoniyat qo'ymadi. Yana bir tarafdan Allah ularga farishtalarni avatib, qalblariga qo'rqinch va vahima soldi. Rasululloh so'g'uq qattiq bo'lgan ashu bir kechasi dushmanning ahvolini o'qib kelish uchun Uzayfa ibn Yamanini avatgan edi. U berib dushmanning nihoyat bearomlik ichida qaytish tayyorlik qilayotganligini bayqadi. Shuning bilan u darhol qaytib kelib, Rasulullohni vaqiflantirdi. U bu xabardan intayin xushnud bo'lgan holda kechini bedor o'tkazdi. Ertasi atigan qarsa, Allah dushmanlarni hech qanday natijasizla kelgan yo'li bilan qaytarib yetibdi. Rasulullohni qonliq to'qinishdan saqlabdi. Demak, Allah o'z va'dasini ishga oshirgan edi. Allah o'zining ilohiy qo'shinini g'olib qildi. Bandisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yordam qildi. Ahsob qo'shinini o'zi yolg'iz tarmar qildi. Natijada payg'ambar alayhisalom g'amdan xalos bo'lib Madinaga qaytdi. Ahsob urushi sahih rivoyatga asoslanganda Hijriyaning 5-yili Shavvolda yuz bergan. Mushriklar musulmonlarni 1,5 oy chammasini muhosiraga elib turgan. Tarixiy manbalarning har qaysi taraflarini birlashtirib ko'rganimizda, muhosira shu yili Shavvolda boshlanib, Zulqa'dada oxirlashgan. Ibn Sa'dning rivoyatida Rasululloh Xandak jang maydonidan Zulqa'daning 23-kuni chorshanba qaytib kelgan deyilgan. Demak, Ahsob urushida qonliq urush bo'lmagan edi. Lekin u intayin keskin bir maydon siyosiy urush bo'lgan bo'lib, uningda tilga olgudek o'lish, o'ltirilish vaqasi yuz bermagan. Lekin u islom tarixidagi dushman kuchlarni qayta birlashmaslikka parchalab tashlavatgan arab qurolli kuchlardan hech qanday bir kuch Madinadan bu yumron ko'chatni yulib tashlashga qat'iy qodir bo'la olmaydi degan uqtirgan eng muhim, eng hal qilg'uch, eng g'albilik bir maydon jang bo'lgan edi. Chunki arablar har qancha tirishchanliklarni ko'rsatsa-mu, Ahsob qo'shinidan ko'p ikkinchi bir qo'shinni qayta tashkillay olmaydi. Shunga Rasululloh Ahsob qo'shini chekinganda, "Endi biz ularga hujum qilamiz. Ular bizga hujum qila olmaydi. Biz qo'shin tartib boramiz, ular qo'shin tartib kela olmaydi" degan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh